Assalomu alaykum hammaga. Tuproqqal'a tumanida yangilik. Prime xususiy maktabi olimpiadasi. Umumiy sovrin jamg'armasi 15 million so'mlik olimpiada 30-noyabr kuni bizning maktabimizda o'tkaziladi. Olimpiadamiz quyidagi fanlardan o'tkazilinadi: ingliz tili, matematika, ona tili, adabiyot. Olimpiadamiz quyidagi sinflar uchun: 5-sinfdan 10-sinfdan ingliz tili fani, 5-sinfdan 10-sinfdan matematika fani, faqatgina ona tilimiz 7-sinfdan 10-sinfdan bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda bo'ladi. Quyidagi telefon raqamlari orqali yoki Telegramdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangizda bo'ladi. Prime olimpiadasining eng muhim jihati olimpiada kompyuterlar orqali olinadi. O'quvchilar natijasini shu zahotiyoq bilib olishlari mumkin. Bundan tashqari olimpiada savollarini shaxsan o'zimiz tuzamiz. Olimpiadamiz Tuproqqal'a tumani Nurobod mahallasi Prime xususiy maktabida o'tkaziladi. 30-noyabr kuni soat 9:00 da bo'ladi. Eng muhimi, olimpiadamizda qatnashish mutlaqo bepul.